Xo'p, fakel oldim, yog'och oldim, ko'mir va zabor bo'ldi, hamma narsa bor. Aytgancha hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan yana men o'sha Krif va mana yangigina video roligimga xush kelibsiz bola. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Albatta bola, bugungi videomizda biz nima bo'lishini bilasizlar bola. Короче bola, bugungi qishloqdan mana, qishloqda debman, uzr bola. Bugungi videoda qishloqqa bola mana bunaqa mini olmosli magazinlar keldi bola. Buning ichida nima bor deysizlarmi? Buning ichida bola savdogarlar bor. Ya'ni bizlarga buni olmosli jitel podarka qilgan ekan bola, o'zida ko'rishlar mumkin. Mana 4 ta, bu yerda juda ham ko'pgina narsalar bor va buning ichidan bola biza mana bunaqa narsalarga narsa sotib olsak bo'ladi. Tasavvur qilasizmi bola, pulga emas, mana bunaqa oddiygina yo'ldan uchraydigan narsalarga sotib olamiz bola. Bugun juda ham zo'r narsalarni hozir sizlarga ko'rsataman. Ujvola hammachilar sotib olishyapti mana. Allaqachon hammaning ko'zida kulgu bo'li. Hozir men ichkariga baliq etmayli bo'lib oladigan narsam yo'q. Hozir sizlarga qizlar bilan birgalikda mazza qilib narsalarni sotib olamiz bu yerdan. Uy bo'la, qaranglar bu yerdan o'zing. Uy suv bo'lay brat, suv bo'lay. Yo'q, bu yerni yopib tashlashdi bo'ladi. Mana bo'lib. Bo'la, uy. Muzdek ekan bo'la. Muzdek suv issiqdan nimaga tatlislar bo'la. Issiqdan mana bunaqa narsani ham kiyib oldim. Unaqa bo'lsa bugun biza bo'la boshlaymiz. Mana o'zida ko'rishlar mumkin. Juda ham ko'p magazinlar. Davayda bo'la. Birinchidan qaysidan boshlaymiz? Odam yo'g'idan boshlashim kerak birinchi. Tak odam yo'g'i davay bo'la. Mana bunda menimcha odam yo'g'i. Da shu yerdan boshlaymiz unda bo'lsa. Tak assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi o'zi qalay? Xullas keldim bratan. Sizdan narsa sotib olmoqchi edim. Bemalol narxlarni ko'rishingiz mumkin. Bo'la. Uy, qaranglar bo'la. Aytdim sizga, qaranglar bo'la. Ikkita tana, stop, o'zingni aylantirib bo'lay, qaranglar bo'la. Mana buni qarashda hozir nimaga aylantiramiz bo'la? Tak, yetadi shu bo'ldi. Короче, mana bratanlar o'zida ko'rishlar mumkin. Ikkita mana bunaqa yog'ochga mana bunaqa narsa beryapti. Ko'rgan bo'la sotib olamiz buni. Tak, mana bunaqa qilamiz va fakelga ham mana bunaqa PlayStation sotib olamiz va mana o'zida ko'rishlar mumkin bo'la. Bu nima deysizlarmi? Hozir sizga ko'rsataman. Menimcha o'sha o'ylagan narsam bo'lsa kerak-da bo'la. Ko'rdinglar, men qurilishchi bo'lib qoldim. Yana qurilishni kiyadigan narsalar mana buni kiyib bo'lib, yo'q-yo'q. Kun juda ham issiq bo'la bugun. Sizlar ham issiqmi? Albatta kommentariyaga yozib qolaringlar. Bu esa bo'la PlayStation 4 ni nima so'radi, joystick deydimi, shunaqa menimcha, bo'la. Xullas bo'la ikkita narsa sotib oldik. Mana o'zida ko'rishlar mumkin, arzimagan narsaga yo'ldan chiqib qoladi bunaqa narsalar. Tak, endi esa bo'la mana bunga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Tele o'tib ketsam bo'ladimi? O'tib ketaver. Bo'la, rahmat adishi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi o'zi qalay? Sizdan narsa sotib olmoqchi edim. Bemalol narxlarni ko'rishingiz mumkin. O'zi sizlardan narx emas, uy bo'la, stop. Nima, mashinami? Nerada o'zingiz ko'rishingiz mumkin mashina. Uy, qaranglar, mana bu yerda esa tapur almosli va mana bu yerda qanaqadir narsa va hamyon yo'q bo'la. Yo'q, qana uzr. Bo'ldi, bo'lib turadi. Bo'la, qaranglar narsalarga. Uy, stop, bo'lim. Nima? Stop. Uy, bo'la. Oltinlik. Stop. Nima bo'la, so'rab kelib bo'ladi. Qaranglar, mana bo'la oltinlik geliga. Brat, nimaga 5 ta dona yog'ochga bunaqa oltinli gelik? Bizlarda jig'am pul ko'p va bularni yaxshilab yashatmoqchimiz. Tushunarli, lekin yaxshi yo'llasizlar dishi. Arzimaydi. Bo'la, qaranglar, mana buni zo'rligini, wow, bo'lib turaversin, lekin mayli, bo'lib turaversin. Buni sotib yuboraman va bo'la, bilasizlarmi, bundan ba'vini nechasini berasiz? Bu bo'la oltinli ba'vida. Ba'vida Mers bo'la, oltinli Mers, har biri oltinni, mayli. Lekin bilasizlar, men uchun Mers musor bo'la. Ba'virlaganda deganlar kommentariyaga o'tib portlatib tashlaymiz kommentariyani va bo'la mana o'zida ko'rishingiz mumkin. Originaldan almosli tapor va stop. Ana studiyalar narsasi-ku bo'la, studiyalarni nima so'radi? Mana menimcha studiya emas bo'la, nima nomi bo'la? Bo'la yoddan chiqib ketdi. Menimcha bo'la konstitutsiyani kitob bo'lsa kerak, yana bilmadim bo'la. Va mana bu yerda uy bo'la, bu hamyon ekan, juda ham yaxshi. Hamyonga pul solib qo'ysak, o'zi sanab turadi bo'la, yo'q emas. Tak, endi esa buni chekkaga olib qo'yamiz deb mana bunaqa qilib va mana bundan endi mana bunga navbat. Tak, assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Bratan, sizdan narsa sotib olmoqchi edim. Bemalol narxlarni ko'rishingiz mumkin. Tushunarli. Uy bo'la, stop. Almosli sandiqmi? O'zingiz ko'rishingiz mumkin, lekin bu ana bu guldan tayyorlanadi. Sizda gul bormi? Gul yo'q, menda yo'q bunaqa gul. Tak, bo'la, qanaqadir narsa bor ekan. Bu ham mamcha, stop. Bu ham mamcha-da bo'la. Qurilishchilarni uy bo'la, lekin mana bu yarashirgan, qaranglar. Chutki turar ekan.
qurilishchilarni mana bu kaskasi bo'ldi. Negadir bugun hech chaynalyapman bo'ladi, negaligini bilmadim. Hamala tak mana bu gul bor ekan, mana bu shundan bir ramzoz bo'ldi. Nu как раз bo'ldi, topildi, juda ham yaxshi bo'ldi. Omad tak. Endi esa o'tib ketamiz va assalomu alaykum mala. Mana bo'ldi olamiz buni. Almazli sandiq bo'ldi. Biradan bering almazli sandig'imni bo'ldi, mana o'zida ko'rishlar mumkin. Buni ichga arsti qaranglar bo'ldi, o'zi mana narsam solib qo'yib bo'ldi. Juda ham og'irlik qilyapti. Shu bo'lgan vaqtda suv ichib olsam bo'lmaydi. Sababi kun juda ham issiq bo'ladi. Mana buni solib qo'ya qaranglar bo'ldi. O'sha kepkiga o'xshab turibdi. Yaxshi bo'ldi, betga hech qanaqa quyosh o'tkazmay turibdi va mana bu yerdan ozgina suv ichib olaman, sababi kun juda ham issiq bo'ldi. Bo'ldi, maza hammasini ichib oldim. Tak endi buni ko'rdik, endi mana buni ham ko'ramiz bo'ldi. Qaranglar, eng chakkasida turibdi bu. Ko'chib ketay qishloqlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, o'z qalaysiz? Sizdan narsa sotib olmoqchi edim. Stop, mashinami? Da, o'zbek mashinasi. Nima? O'zbek mashinasi ishonmayman. Nima ishonmaysiz? O'zingiz so'ring. Xo'p, qani. Bo'ldi. Stop. Bo'ldi, mana bunga qaranglar. Bu necha telpik berdi bu? Bo'ldi, qaranglar, uzoqqa sakrayapman. Bo'ldi, uzoqqa sakramayapman, lekin qaranglar, shuncha effekt berib tashladi, bo'ldi. Stop, bu necha bo'ldi, strengasini o'zi ekan bo'ldi. Stop, hozir bittanisini urib ko'ramiz. Menimcha bu juda ham tez o'ldiradi, qaranglar. Balakat Minecraft unchalik ham qotasanmi? Tak bu yoqqa kelib, qara. Bo'ldi, ko'rdilarmi? Ikkita o'ldirib yubordi buni. Juda ham yaxshi bo'ladi. Endi men kuchliman, birovni ursam uchib ketadi bo'ldi. Tak endi esa bu yerda stop. Malibu bo'ldi, aldamagan ekan. Men bo'ldi ishonmayman, qaranglar. Malibu Premier 2 bo'ldi, vashshe legenda, haqiqiy sharq deydimi, shunaqa bo'ldi, qaranglar. Wow, men yasalganiga qaranglar, bo'ldi, vashshe cho'tka qilib yasalibdi. Mayli bo'ldi, endi esa buni ko'rdik, mana Malibuni o'zimga qolaman bo'ldi, turaversin hozircha. Tak mana bu yerda ham yana bitta qishloq bor ekan. Yaxshimisan qishlog'i? Mana galamu. O'tib ketaylik to'g'ri. Xo'p. Mayli, ko'rdilar bo'ldi, qarma qishloqlar meni hurmat qilishadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Sizdan bitta narsa sotmoqchi edim va ikkita narsa bor ekan. Stop. Mana bunaqa tugma ham kerak ekan. Bo'ldi, o'zi buni yasab borsa bo'ladi. Hech qanaqa jalka emas, bo'ldi, problemasiz. Tak, bratam, mana bu bell deydi bo'ldi, menimcha bu qo'ng'iroq bo'lsa kerak va ikkita narsani sotib olamiz. Qani bo'ladi, nima ekan ko'raylikchi buni. Bo'ldi, bu mana bunaqa uradigan mamjada urib yo'q. Bo'ldi, bu mana bunaqa bir kamondan o'tadigan bo'ldi, tirnib qiladigan. Bu esa bo'ldi, bo'ldi, bu qo'ng'iroq juda ham yaxshi bo'ladi, juda ham yaxshi, lekin negadir ovoz chiqmayapti. Bo'pti, endi esa buzib qo'ygan qo'ng'iroq ekan. Davayt bo'ldi, endi mana bu yerga minishga harakat qilamiz. Harakat qilmaymiz, minamiz bo'ldi. Tak, endi minishga nima bor? Mana buni minib keta qolay. Tak, o'ppani minamiz va biratdan yaxshimisiz? Yaxshi, eng birinchi siz bo'ldingiz, eng birinchi so'z men bo'ldim. Da, hech kim bilmadi. Bo'ldi, brat. Stop. Mashinami? Da, mashina bitta urug' evasiga. Da, bo'ldi, o'z kelaman, bratan, o'z kelaman. Bitta urug' evasiga yerga qishloqni tozalab tashlaydi, bo'ldi. Mana u chekkala urug'larni hammasi, iltimos bitta urug' beringlar, bitta urug' beringlar. Bari urug' bo'lib, urug' berishmayapti hozir bo'ldi. Hamma yerni sindirib turib ko'ramiz, menimcha berish kerak, urug' chiqmayapti bo'ldi. Balakat urug' ber, menga bitta dona. Bo'ldi, nega urug' chiqmayapti bo'ldi? O'zi bussam urug' chiqib ketaverardi bo'ldi. Negadir omad mana bo'ldi. Ikkita chiqdi, juda ham yaxshi, tezroq yugurish kerak. Bo'ldi, hozir olamiz, vaqt yetmayapti bo'ldi. Videoga hammasini tushirib ulgurishim kerak hali. Tak, tezroq va Xo'p, brat, unaqa bo'lsa sizga kattakon rahmat mashinani berganingiz uchun. Bo'ldi, xullas kelib mana o'zida ko'rishim mumkin, mashinani sotib oldim. Kamerani nimaga o'chirdingizlar bo'ldi, bilmasdan bosib oldim, uzr bo'ldi. Kamerani tugmasida bosilib ketdi va kamera o'chib qolibdi bo'ldi. Mayli, necha bo'ldi, montaj bilan qo'shib qo'yamiz. Va mana buni qanaqa mashina ekan bu? Nima? Radujniy mashina. Bo'ldi, qaranglar, rang-barang mashina bu. Noyob, bilasizlar, vafshe noyob bo'ldi. Buni topish umuman qiyin. Lekin bo'ldi, men buni ikkita urug' evasiga oldim. Bo'ldi, tasavvur qilyapsizmi sizlar? Ikkita urug' evasiga radujniy mashina bo'ldi. Vafshe bu. Juda yaxshi bo'ldi. Rahmat. Endi esa mana bu yerni ko'ramiz. Tak, assalomu alaykum, brat. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, o'z qoling. Yaxshi. Gapirishingiz cho'to nito ekan, brat. Endi o'zim shaqamda. Mayli, brat. Bunaqa o'zi narsangiz ko'p narsa bor ekan sizda, brat. Tak, endi narsangizni olaman deb ketaman bo'ldi. Tak, mana bu narsani oldim, mana qo'rshoqdan ham oldim, bilmadim. Tak, bratam bo'ldi, mana narsangizni oldim.
Tak, bo'ldi, mana o'zida ko'rishlar mumkin bu narsalarni. Tak, qanaqadir qo'g'irchoq bor ekan bu yerda. Mana bu namchara qanaqadir bo'ldi. Nima edi bu? Ya'ni bu oshxonaga qo'yiladigan shkaf bo'lsa kerak. Menimcha shunaqa deb o'ylaymancha shkaf ekan bu. Juda ham yaxshi bo'lib buni uyimga qo'yib qo'yaman, yaxshi. Va mana bu esa to'rt ekan. Uy, bo'lib mazali bo'lsa kerak, lekin mana o'z qo'lim to'q yeyim kelyapti bo'ldi. Va mana bu yerda bo'ldi sassiqqina bo'ldi bu nima-yu, palakat piyoz ekan bo'ldi, buni tashlab olish kerak emas vahshiy bu. Va mana bu yerda qanaqadir qo'g'irchoq bo'ldi, mana qaranglar. Bo'ldi bu. Nima bu? Qo'li qanaqadir sariqmi bo'ldi. Lekin men qizlarga yarasha bunaqa soch bor. Qora qilib mana bunaqa qilib erkak eski stop. Mani koreyskiy ekan bo'ldi. Mana uzr, necha bo'ldi. Tak endi esa bo'ldi qolganlarini ko'ramiz-da. Tak, mana bu yerni ham ko'ramiz endi. Tak, bitillar o'tib keting iltimos. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom, keling. Narsa bo'lib bu yerda qanaqadir olmosli blok va mana bunaqa narsalar bor ekan. Menimcha qiziq narsalarga o'xshab bo'lib hozir ko'ramiz. Tak, bo'ldi reys ekan bu bo'ldi. Menimcha bu yerdan hozir nimasi bo'ladi? Attraksion qurib borsa bo'ladi, qaranglar, bu qilamiz-da. Va mana buni qo'yamiz. Bo'ldi, qaranglar, buni zo'rligiga bo'ldi. Mana buni qolib mazza qilib tutsa bo'ladi bu bilan. Juda ham yaxshi bo'ladi. Menimcha bu ham turgani yaxshiroq, keyinroq ishlataman va qolgan narsalarni ham o'z ko'rish kerak bo'ladi. Lekin mana uyimdagini kiraman va bo'ldi. Undan keyin qaytib ko'rsam bo'ladi. Baraga mana bu otibor kerak emas bu vaqtda sasi yo'q bo'ldi. Endi esa mana menamiz o'pana qilamiz va endi esa bo'ldi shuni ko'rganimizdan keyin videoni tugatamiz bo'ldi. Afsus sababi juda ham ko'p minut o'tib ketadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi o'zingiz qalaysiz? Va mana bu yerda esa bo'ldi stop lucky block bor ekan bo'ldi. Prikking tasavvurlasizlarmi? Yana sotib olamiz ham bo'ldi stop. Nima yetmay qoldi bizga? Mana bu yetmay qolibdi, o'z bo'ldi ikkita lucky block sotib olamiz va ichini ochamiz ichkarisini va yana bir marta lucky block va mana bu bo'ldi so'tam borgan aslida. Narada originaldan original qali bu qaranglar, originaldan so't borgan juda ham yaxshi bo'ldi. Tak, endi esa mana bu